Bugun ukajonimizning tug'ilgan kuni. Koreyadan uchib kelganimiz uning uchun bitta katta sovg'a bo'ldi. Lekin asosiy sovg'alar uni oldinda kutib turibdi. Hozirgina ofisga borib, o'zimiz sovg'amiz deb uni tabrikladik. Ana endi ishdan kelishini kutib o'tiribmiz. Xudo xohlasa kelsa tabriklaymiz. Bilasizlar, bizda har yil bitta an'anamiz bor. Necha yoshga to'lsa, shu yoshga moslab biz kupyura beramiz. Soxta emas, haqiqiy. Bu safar mana 24 ta tayyorlab qo'ydik. Ukajonimiz muchalik muborak bo'lsin. 24 yoshga kiradi. Ota-onamiz bizga juda ham boshqacha tarbiya berishgan deb hisoblaymiz. Na Koreyadan uchib kelish shu masofa bizani to'xtatib qola olmadi. Na o'qishimizga qaradik, na ishimizga. Hozirgi kunda ko'p aka-uka, opa-singillar arzimagan narsaga, arzimagan pulga oraligini uzib tashlaydigan shunaqa vaziyatlar ko'payib ketgan. Lekin ming shukr qilamiz, ota-onamiz bizga boshqacha tarbiya berishgan. Eng asosiy narsa hayotda pulli ham, uyi ham, hamma narsani, lavozimmi, mansab, hamma narsani topsa bo'ladi. Lekin opa-uka, aka-singil orasidagi bu mehr-oqibat topish juda ham qiyin. Shuning uchun har doim aka-ukalar, opa-singillar bir-biringizga mehribon bo'linglar. Bir-biringlarni e'zozlanglar, ardoqlanglar. Biz hamisha bilasizlarmi, ukamiz bilan shunaqangi oramiz yaqinki, u bizani erkalaydi. Biz ham unga har doim shirin so'z bilan gapiramiz. Ham yaxshi gap ham, yomon gap ham bizani mana shu tilimizdan chiqadi. Shuning uchun har doim shirin qilib yuraylik. Asal beqsak, bizga gap asal qaytadi. Ana endi eng asosiy ishga o'tamiz. Hammasini birma-bir tayyorlaymiz. Yopishtirib chiqamiz. Buni qanaqa qilib yopishtiramiz? Adajon, onajon, shu yutuq darajalarga erishimizda sizlarning hissiylar juda ham katta. Shu yoshga kirib ham hali hanuz bir-birimizga mehribonmiz, bir-birimizga suyanamiz. Oqibat qilib farzand qilib tarbiya qilganinglarga rahmat kattakon. Amallab tayyorlab oldik. Ukamiz keldi. Endi kutib olamiz. Reaksiyasi qiziq bo'lsa, keyingi videomizni kutib qolinglar.